Ey insonlar, demak yordam so'ramoqchi bo'lsangiz, Allohdan yordam so'rash kerak bo'lsa, sabr va namoz bilan yordam so'rang. Demak, bugun biz musibatlarimizni kimdadir qanaqangidir musibat bo'ladigan bo'lsa, biz Allohdan nima bilan yordam so'rayapmiz? Bizni musibatimiz bor. Kecha tuppa tuzuggina namozlarini o'qiydigan yigitimiz, bolamiz yoki birodarimiz musibat tushgandan keyin namoz o'qimay qo'ydi. Yoki tamaki mahsulotlarga o'tib ketdi. Yoki vaqtini bekorchilikka nimadirlar bilan o'zini band qilishlik uchun ovora. Aslida Alloh taolo Qur'onda nima deyapti? Allohdan yordam so'ramoqchi bo'lsalaringiz namoz va sabr bilan yordam so'ranglar deyapti.